Ko'pchilik aytadi, masalan, viloyatlarga borib xalq orasiga kirib faqatgina reklama qilasizlar deb o'ylaydi. Bunga qanaqa qaraysiz? Yo'q, reklama emas. To'shni men aytib bera olaman, o'zimda ko'rdim. Haqiqat. Yashab, yo'q, o'zim shu yerda sipirib ketaveraman. Bemalol o'zi ish qilaveradi. Ish qilaveraman. Ishlaringiz rivoj bo'lsin. Stressdan keyin. Nimadan keyin bilib qolgansiz? Tomog'im kuyib qoladi, suv ichgim kelaveradi, charchoq bor. Birinchi necha chiqqan sahiringiz? 20 chiqqan. Sahirsiz deyishganda qanaqa holatga tushgansiz? Jomon holatga tushdik-ku. Birdan bunday bo'ladi deb o'ylamadim. Yilda kecha may oyida bu yoqda Nukusda sanatoriyada yotdim-da. Shu yerda sanatoriyada telefon ko'rib o'tirsam, reklama qilyapti ekan. Keyin men сообщение yozdim. Сразу meni zakaz etdim. Iyun ishdim, iyul ishdim, 2 oy ishdim. Уже avgustda tushib boshladi. Uni qoldirmay ishga berdim. Hozir ham ishlayapmiz. Oldin qanaqa edingiz? Ishganingizdan keyin qanaqa holat? Ishganimdan keyin qolib ish o'tishlar yaxshi, zreniya yaxshi. Qo'llarda уже qaqsalik yo'q, charchoq yo'q. O'zim shu yerda sipirib ketaveraman. Bemalol o'zi ish qilaveraman. Yaxshimi o'zi holatingiz? Choydan keyin ancha o'zgarish sezdingiz. Choydan keyin nimalarni tashlab yubordingiz? Dorilar, insulin, diyeta tashlab yubordim. Diyetani tashlab yubordim. Choyni ichadimi xo'jayingiz? Ichadi, xo'jayinim ham ichadi. Hozir katta xo'jayinim akasi keldi, mehmonga, ular ichadi. Xudan berdim, pодаркаga bergan edim. Uni ham saqir 7 ga tushib ketdi. To'g'ri, bir yaxshi osh yeganmisiz hozir? Chinodan ko'paydi. Osh ham yedik, hamma narsani yedik-ku, salat yedik. Hamma ovqat yegansiz. Hamma ovqat yedik. Holatingiz qanaqa? Holatim ham yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi, ancha yaxshi, Xudoga shukr. Boshida siz ham reklama deb o'ylaganmisiz? Reklama deb o'yladim. Aldayapti deb o'yladim. Reklamachilarga nima deya olasiz? Reklama emas ekan. O'zim ishlayotganim tavsiya qilyapman, hammaga qo'shnilarimga tavsiya qilyapman, absimga, xo'jayinim tavsiya qilyapman hammaga. Endi ular o'ylab qolib mumkin sanaqday. Chayni o'tkara olmayapti deb, lekin to'g'ri. Haqiqatan bor narsadan bor. Ko'pchilik aytadi, masalan, viloyatlarga borib xalq orasiga kirib faqatgina reklama qilasizlar deb o'ylaydi. Bunga qanaqa qaraysiz? Yo'q, reklama emas. To'shni men aytib bera olaman, o'zimda ko'rdim. Haqiqat. Men o'zimni absim dedi. Shu yerda yotib qolar edim, kasal bo'lib qolaveraman. Ishdan kelaman, holim yo'q. Shu hech narsa ishlay olmayman. Hozir Xudoga shukr. Xudoga shukr. Yaxshi. Lekin yaxshi, rahmat. Kim chiqarsa-da barakat topsin. Qattiq yaxshi degan. Yaxshi. Biz o'ylagan sahrda yo'q chiqardi. Balalarimizning rohatini ko'rgaymiz deb qo'rqatnik qilib turasiz. Lekin rahmat kim chiqarsa